Salom, men birinchi marta mazkur video olishim. Ikkinchi marta emas. Ko'p marta izlaganman. Mana obunachilarim sizlar-ku, to'g'rimi yo yo'qmi? Meni pulim yetmayapti, atigi 11.900 pulim bor. Taketto. Voh! Samolyot uçaktı. Давай. Charchadi bechora. Mana bossak o'zi tepaga chiqadi. Qo'lingiz og'ritib o'tirmaysiz. Короче, mana bu sariq tugmani bosish. Ko'kni sariqqa aylantiramiz. Ko'k tugmani sariq tugmaga. Давай. Telefon qotyapti. Voy. Ketdi. Hali men даже 2000 kilometr yurganim yo'q. Voy. Qanaqasiga? Давай. Nima mana shu o'yinda oxirgacha olganimdan keyin videoni yo'q. Mana shunda oxiriga borib olgunimcha videoni olamiz. To'xtash yo'q ungacha. Abdushi qalban birgamiz. Pulim ko'paysin, iloyim. Menga hozir pul kerak, eng asosiysi. Men boyaga qora qanotni olmoqchiman. Omanga sovg'a kelibdi. Vau, rahmat. Tamam, men bosib chiqaman. Tezlashdimi, nimadir bo'ldi, men tushunmay qoldim. Men bilan sakraymizmi? O'zi kam qopti. To'g'risini aytay, boya men judayam balandga chiqdim. 12 kilometrmi shunaqa ekan bu yer. O'sha yerga chiqgan edim. O'sha vaqtda men ketdim. O'ylabsizmi? Chiqib ketdim men shunchalik qilib. To'xtash yo'q bu yerda. Oy. Kim shuni inglizcha yozib bera oladi, yoki o'qib bera oladi? O'qilishini yozib bera oladi. Bo'la qol, ozgina qoldi atigi. Wow. Ancha. Kam qo'ya? 11 kilometr. Deyishadi, lekin bu 12-13 kilometr bo'lib chiqadi. Chunki deganda men qilib ko'rdim. Bilaman-ku men. Menga menyumizda nima bor? Menyu. Xo'sh, odam qo'shmayman o'ylayman. Voy, qo'limdan telefon tushib ketdi. Joyga joy almashasam debdim hozir. O'ringa o'rin almasharkanmiz. Afsuski, men almashmayman, kim almashsin. Qara, qotib qoldi. Nima bo'ladi? Rapidasiz mashina olmayman. 4 minut 33 sekundni 37. Короче, 4,5 sekunddan 4 minutni. Короче, 5 minut bo'lyapti. Уже men tepaga chiqib bo'lay deyapman. Meni bechora anavi. Men pingvinchami o'sha? Judayam qiynalyapti.
men bilan yurib soatim уже 1 bo'lyapti. Zaryadga yoqib qo'ymasam bo'lmaydi. Davay, ozgina qoldi-ku. Tak mana shuni bo'lsam qaniydi, million pullar qo'limda shaqir o'tadi. 12 million 12.000 k ekan. 12.100 k. Menyuda hech narsa yo'q. Voy. Davay. O ana. Finishga ham ozgina qoldi, ko'rdingiz. Bu narsa siz va mening qo'l ostimda qilyapmiz-da, короче, birgalikda. Buni ham yutsam, mana shunda uni qilsam, men uni qilaman. Yangi qora qanotni olaman. 28.000. Yurak unga deydigan qo'shiq bor edi-ku. To'g'risini aytib, yo'q, esimda ham yo'q. Men dardim hozir mana shunday qilib bo'lib yutish. Ko'rdingiz, men dardim. Nima? Climber. Ikkita bo'ldi menda. Kimdandir сообщение kelibdi. Или 7 million. Yurak unga Oy. Men bekorchilikdan zerikdim. Kimga narsa yozamiz? Global. Hello. Good morning. Ingliz tilini biladigan odam gapiryapti-yu. 11.670.80. Короче, 11.700.000 bo'lishimizga ozgina qoldi. Mana oshib ketdi. Chunki endi kuch qolmadi deb bechora deyman. Sakrayin ekan. Yangi qanot olsam, u tezlashtiradi. 1 2 Yo'q. Niyatim yo'qda, lekin bechoralar ham charchab qoldi-ku axir. Davay 1 2 3 sakraymiz. Sakra. Ovoz yo'qdi menga. Mana 71 million k bo'ldik. Endi yangini topib olamiz. Mana shu qanotni sotib olamiz. Endi ko'ramiz bu qanotda qancha daraja tez bo'lar ekanmiz. Ho! Ko'ramiz, juda ham global darajada deydimi? Men juda ham tez harakatlanmayman. Endi 98.000 k yig'ishimiz kerak. Oy, nima pasayib qolyapti? Pasiyanli. Sakraylik. Davay. Menga buni ovozi yoqyapti.
o'ynamay ko'ribsiz уже shuncha balandlikdamiz. Charchama. O, yana surpriz kelibdi. Biz surpriz bilan mashg'ul bo'lamiz. Спасибо. Bu nechinchi marta chiqishim, sanangizlar. Nechinchisi mana shu. 95,000 k yig'aylik bo'lishim bilan. Mana siz uchun bo'ldi. Charchadi, yana saklaymiz. Menga buni qilish o'ynash hojati yo'q. Ozgina qoldi. O'sha pulni yig'ib olsak bo'ldi. Keyingi qanotni olamiz. 98 ekan. Ketdi, yana bir marta olib kerak. Qanotdan bittaga samay bachesh qoch. Kim u siz? Boshda bachesh qoch deb. Kim u siz? Uncha zo'r. Davay, ozgina qoldi, ozgina. 2 kilometr atdiga. Chunki degani 87, 88, 89, 93. Voy. Matematik. Haqiqiy matematik bo'lib ketyapman-ku. Oz yo'limchalara. Спасибо большое. Shaydilarmidi? Спасибо. Bunisini xo'sh, bu seriyamizda xayrlashamiz va keyingisida ko'rishamiz degan umiddaman. Xayr hammaga.